Assalomu alaykum Chorva Trade kanal muxlislari. Mana bugun biz Yangi Toshmiyadagi fermamizdamiz. ATPda joylashgan. Bugungi sanamiz 24-aprel, haftani payshanba kuni. 2025-yil. Mana bunaqa zo'r to'qol mollarimiz kelgan. Hammasi to'qol mana. Soni 69 bosh. Haydang bitta sekin. Mana sekin ko'rsataman hammasini. Haydang. Hammasi to'qol. Bu yerda ko'pi Geriford. Orasida bor sementallari bor, bir xillari, chachishkanlari bor sementalga. Avlikol bor. Mana hozir hammasini bitta ko'rsataman. Mollar dahshat hammasi. Bo'yinlarini qaranglar mana. Mollarimizning hammasi sog'lom. Yeyish ichishlariga kafolat beriladi inshaalloh. Tuyoqlari mana cho'log'i ham yo'q orasida mana. Oqsil bo'lmagan. Mana orasida kachoklari ham bor mana. Kattalari ko'p orasida. Endi bularning narxi qancha deydigan bo'lsanglar, hop, donaga 25 million so'mdan 34 million so'mgacha qilib beramiz. Dastavkasi va xolisi qarashib olamiz dastavkasiga ham. Agar kimda kim o'sha Optimaga hammasini olaman deydigan bo'lsa, 26 million 800 ming so'mdan baraka bo'ladi inshaalloh. Samarqanddan Vodiygacha dastavkasi tekin. Asal ko'rsatishga harakat qilaman, iloji boricha mana. Orasida hamma sementar sifati ham bor. Mollarimiz hammasi sog'lom. Sog'liqlar joyida, yeb ichishlari zo'r. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Nomerlarni qoldirib qo'yaman hozir. Joy yana bir marta qaytarib aytaman. Joyimiz Yangi Toshmiydan kirganda ATPga yetmasdan o'ngga kirib ketilinadi. Telefon qilib so'rasanglar, bemalol lokatsiyasini ham tashib berishadi.
Chö.